Assalomu alaykum, Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 24-may Andijon viloyati Baliqchi qo'ymol bozoridan bo'ladi. Kimga qanaqa hayvon qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Kelasi videolarga olishga harakat qilamiz. Bugungi videolarimizda ona bola, bo'g'oz, ko'chat hammasidan bo'ladi. Videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Qani bo'lsam videolarimizni boshladik. Mana jupiga mana xudo xolasa akalar bo'ylari 1.40 atrofiga chiqadi. Bunisini bo'ylari 1.35, 1.20, 1.30 pilusiga chiqadi xudo xolasa. Aka assalomu alaykum. Opyo'ram aka. Necha oylik aka bu? Kunni qo'ygan xolos. Ikkosidan kunni qo'ygan. Bunisi 7 oylik, bunisi kunni qo'ygan, ha? Yaqin ekanda. Jupiga necha pul qilishdi aka? Har xil berishyapti. Necha pul kam bor, kamini aytib qo'ying. Bunisini necha pul? 32 million. Bunisigachi? 35 million 500 ming so'm berishyapti. Bermayapsiz aka, jupasi arzonroq qilib berasiz aka, xudo xolasa. Dastlabkasini ham kelishgan holatda aka. Yana bitta gap aka, vohali akalar ham telefon qilarsa, kelishgan holatda dastlabkalarni jo'natib yuborasiz aka. Sotilib ketadi. Xudo xolasa avvalo sotilib ketsin, sotilmay qolsa mabodo, Sotilib ketsin. 28 qilishyapti. 28 qilishyapti. Bunisini 27 million qilyapti. Har xilda kelishib qolsalar aka, jupasi arzonroq qilib beraverasiz. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Ayting. 33lik kodi bilan 027 1011 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Deganlar xudo xolasa dastlabkilarini ham qilib beramiz ya. Vohali akalar ham telefon qilib beraverar ekan. 1015 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Orqa holatlardan ko'ra chiroylilari chiroyli. Kuni qo'ygan ekan bunisini. Bunisini kuni qo'ygan ekan, bunisini 7 oydan o'tgan ekan. Deganlar aloqaga chiqamiz. Mana savdosi bo'lyapti akalar. 22 million 500 ming so'mning savdosi bo'lyapti. 3 oylik bo'g'ozyapti mana. 22 million 500 ming so'mga bermayapti. Keyingi molimizga o'tib ketaverdik akalar. Navbatdagi molimizni ko'ringlar mana. Turishini qaranglar o'zi, dumni sog'organlar, chiroylilari chiroyli. Aka necha pul qilishdi buni? Boshlig'i assalomu alaykum, necha pul qilishdi bu? 24, 25, 22 holatga qarab beryapti, yo'taga qarab. 22,5 milliondan 24 milliongacha savdosi bo'lyapti. 25gacha bermayapsiz. Nechinchisiga bu? Go'zaymi hali? Birinchisiga necha oylik ekan? 1 oydan. 4 oydan o'tdi? 1 oydan. 1 oydan o'tibdi. 25 million so'm savdosi bo'lyapti. Eng balandini bermayapti-ku. Ozgina qo'shsa berasiz 25 dan? 25 tepasiga qo'shsa berar ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 93lik kodi bilan 152 88 raqamlaringizga aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki holatlarni chiroyli qilib berar ekan. Behijolat, yebish soylar hammasiga garantiyasi bor deb go'zal ekan. Akalar 1 oydan o'tib qo'yganiga. Dehqonchilik bor ekan, o'zimizni mol deyapti. To'g'ri, rahmat katta. Agar aloqaga chiqaveramiz, orqa holatlardan ham ko'ringlar, orqa holatlardan. Dumni savolga variantlardan endi xuddi shunaqa. Bo'ylari 1.25 pilusiga atrofiga chiqadi, 1.30 atrofiga chiqadi. Manaqasidan ko'ringlar, mana bunaqasi uzunidan. Aka assalomu alaykum. Necha oylik bu? 10 kun 15 kunlik qoldi. Kuni qo'ygan. Birinchisigami? Go'zal ekan hali aka, mana chiroyli qarang, yelim holatlardan. Necha pulga boryapti? Qancha bo'lyapti? 24 million 300 ming so'm bo'lyapti. Oxirgi narxi bermayapti. Ustiga ozgina yuksalasiz beradi aka, berasiz aka. Ashaqqa kelishib turibdi hozir. Kelishib turibsizlarmi? Bo'laveradi. O'shanaqa kelishib turibdi degan xudo xolasa. Telefon nomerlari bu akani o'zim taniyman, xudo xolasa o'zimiz akam bo'ladi. 94lik kodi bilan 101 12 98 raqamlariga aloqaga chiqamiz va shu akaga aloqaga chiqamiz. O'zimizniki ham bo'ladi. Sizlarga aloqaga chiqamiz. Dastlabkilarni vohali akalar telefon qilib dastlabkilar hamma yo'lni qilib beraman. Kuni qo'ygan bo'g'oz ekan. Sizlarga mana shu yetidan so'raganlar bor. Aka assalomu alaykum. Necha oylik aka bu? 5 oyga o'tdi aka. 5 oyga o'tdi. O'zlari uchun tekshirib turaverasizlar deyapti. Xudo xolasa aka necha pulga bordi? 33 million so'm savdosi bo'lyapti. Bermayapsiz, ustiga ozgina yutsa berasiz. Dastlabkilarni qilib berasiz. Kelishgan holatda vohali akalardan telefon qilarsan, jo'natib yuborasiz. Agar aloqaga chiqamiz, telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 91lik kodi bilan
492 1594 raqamlariga aloqa chiqaramiz. Dastlabkilarni bu joyga qilib beraman, xudo xolasa kelishgan holatda deyapti. Aka rahmat katta, charchamanglar. Turishini ko'rlar, turishini. Chiroylilar, chiroyli. Mana kattasidan so'raganlar bormi? Kattaligini qarayman. Tapalaqlilar, tapalaq. Yomon semiz ekan. Kiloga ham aytaverar. Aka necha oylik bu? 6 oylik. Nechanchisiga? 4-chisiga. 3 ta tuqqan qonida 4-chi 8 kilo bo'ladi shunda. 8 kilo necha pulga bordi aka bu? 42 million so'm savdosi bo'lyapti, bemayapsiz. Ozgina ustiga yursa berasiz. Dastlabkilarga kelishgan holatda qilib beraverasiz aka. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Ha? 95lik kodi bilan 090 008 51 11 94lik kodi bilan 95lik kodi bilan 008 41 11 raqamlarga aloqa chiqaramiz. Dastlabkilarni qilib beramiz deb xudo xolasa. Navbatdagisi mana shu yetimizni ko'rib mana hoji tog'amiz, o'zimizni tog'a. Yelim holatlardan ko'rib chiroylilar, chiroyli. Necha oylik osh tog'a? 6 oydan o'tib qolgan, xudo xolasa dastlabkilarni qilib bersiz, boshini olib boradi, kutib turadi, o'zlari uchun tekshirtirib olaveradi. Bemalol tekshirtirib oladi. Nechanchisiga? Ikkita tuqqan qonida 3-chisi. Bo'ylari bir 35 kilosiga chiqadi, xudo xolasa. Necha pulga bordi osh tog'a bu? 28,5. 28 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Bemayapsiz, ozgina ustiga yursa berasiz. Bu joyga dastlabkilarni qilib beradi. Bu hoji tog'a, o'zimiz hoji tog'a bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 91lik kodi bilan 620 22 82 raqamlariga aloqa chiqaramiz. Dastlabkilardan muammo yo'q. Xudo xolasa hoji tog'amda bundan ko'p akasizda. Bundan ko'p qolgan ma'lumotlarni egasini o'zidan olasiz. Hoji tog'a rahmat katta, charchamanglar. Orqa holatlardan ko'rlar akalar. Chiroylilar, chiroyli, zo'r. Jigarlar ko'ringlar mana. Bunisiga savdo bo'layotgan, qiziliga emas, qizil nuqtasiga savdo bo'layotgan. Aka necha pul berishyapti? 300 mingga 25. 300 ming kam 25 bo'ladi. 24 million 700 ming so'mga savdosi bo'lyapti. O'rtalayapti. 25 million so'm bo'lgan. 25 million so'mga savdosi bo'lyapti. Mana shuni. Chiroyli qaranglar mana. Tapa. Kattaliklar qaranglar, kattaliklar. Chiroylilar, chiroyli. Aka assalomu alaykum. Navbatdagi mana so'rasa, necha pul aqldagi bo'ladi? 65 million so'm jupaga savdosi bo'lyapti, bemayapsiz. Necha oylik? 7 oydan o'tgan. Ikkosi ham 7 oydan o'tgan. Xudo xolasa hoji tog'a mashina olib boradi, o'zlari uchun tekshirtirib olaveradi ham. Xudo xolasa kelishib qolsalar, dastlabkilarni qilib berasiz. Ozgina ustiga yursa berasiz, lekin qolgan ma'lumotlarni egasini o'zidan olaverasiz. Xudo xolasa telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 99lik. 99lik kodi bilan 910 91 57 Nechini? Adashib ketib 99lik kodi bilan 910 91 57 raqamlarga aloqa chiqaramiz. Aka, sizda bunaqalardan ko'p ham xudo xolasa. Bunaqalardan 30-40 ta bor deyapti. Kelishgan holatda dastlabkilarni qilib berar ekan. Jigarlar aloqa chiqaramiz. Mana xudo xolasa aka, bunaqalardan ko'rlar. Mana Shvetidan so'raganlar bormi? Aka, assalomu alaykum. Necha oylik bu? Ha? 9 oylik. Kuni qolgan bo'g'ozmi? Kuni qolgan bo'g'oz ekan. Nechanchisiga aka? Ko'ringlar, 9 oylik ekan. 5-chisiga 4 ta tuqqan qonidan 5-chisi. Necha pulga bordi aka bu? 35 million so'm savdosi bo'lyapti. Bemayapsiz, ozgina ustiga yursa berasiz aka, xudo xolasa. Dastlabkilarga kelishgan holatda qilib berasiz. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 93lik kodi bilan 457 ha? 257. 94lik kodi bilan 250. 93lik kodi bilan 257 1808 raqamlarga aloqa chiqaramiz. Bo'lsa kelishgan holatda dastlabkilarni ham qilib berar ekan. Aka, yana bitta gap voqeali akalar ham telefon qilaversinlar, kelishgan holatda jo'nataverasiz.
bemalol deyapti. Aka aloqa chiqaramiz. Aka rahmat katta. Yelim holatlardan ko'raman, yelim holatlardan. Chiroyli. Molimiz zo'r ekan, aka qo'rqib holatlardan ham. Tapalar bo'lyapti. Aloqa chiqaramiz mana tepalardan ham. Navbatdagi endi bola shu yetidan so'raganlar bormidi mana navbatdagi. Endi bolasidan ko'raman. Bolasi qulajincha. Enasi bunaqa. Assalomu alaykum, nech pul berasiz, tog'a? 21 enasi. Enasini o'ziga 21 million. 38 million sotilmayapti. 38 million so'm savdosi bo'lyapti. Bemariz ozgina ustiga yursa berasiz aka. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Qonida ham bor ekan. Qonida ham bor, 3 o'sha ekanda. Qonida 3-chi bo'ladi, xudo xolasa. 38 ni ustiga ozgina yurar ekan, xudo xolasa kelishiga olib dastlabkalarni ham qilib berasiz aka. Dastlabkalarni ham qilib beramiz deyapti aka, aloqa chiqaramiz. Bo'ylari 1.30 atrofiga chiqadi. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 93lik. 93lik kodi bilan 253 253 77 77 89 raqamlarga aloqa chiqaramiz. 8 litre usti bor, qonida ham bor ekan. Agar aloqa chiqaramiz borsa mana ko'ringlar 38 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Chiroyli. Molimiz turish holatlarini ko'ringlar. Aloqa chiqaramiz, dastlabkilarni qilib berar ekan. Aka rahmat katta, charchamanglar. Yelim holatlardan ko'ringlar.